Pastdarg'omlik g'allakorlar tomonidan 2022-yil hosili uchun gektariga o'rtacha 60-65 sentnerdan g'alla yetishtirib, viloyat tumanlari ichida eng yirik 50 ming tonnalik g'alla xirmonini yaratdi. Buning uchun joriy yil tumanda 270 ta fermer xo'jaliklari tomonidan 17.466 gektar maydonga g'allaning mahalliy iqlim va tuproq sharoitiga mos Andijon 2, Bezostaya 100, Pervitsa kabi erta pishar va ser hosil navli urug'lari ekilib, hozirga qadar zamonaviy texnologiyalar asosida parvarish qilindi. Natijada dalalarda mo'l ko'l hosil yetishtirishga erishildi. O'rim-yig'im tadbirlariga 70 tonna yuqori unumli g'alla o'rish kombaynlari, 185 ta yuk tashish texnikalari, 3 tonna ko'chma ustaxonalar va 3 ta yoqilg'i tarqatish texnikalari jalb qilindi. Buning natijasida 50,5 ming tonnalik viloyatda eng katta g'alla xirmoni yaratildi. Hududdagi fermer xo'jaliklari ushbu natija bilan cheklanib qolmay, davlatimiz xirmoniga qo'shimcha 2500 tonnadan saradon topshirib, rejani 105% ga yetkazishni o'z oldlariga maqsad qilib qo'ygan. Mana tumanimizda 17466 gektar maydonga ekilgan g'allani yaqindagina o'rim-yig'im mavsumiga kirishdik. Orada mana hech qancha fursat o'tishiga qaramasdan qisqa muddatlarda shu g'allani o'rib yig'ib olishga erishdik. Mana bugungi kunda tumanimizda 50 ming tonnadan ziyod xirmon yaratdik. Shu yuqori unumli kombaynlarimizni kecha kunduz tinim bilmasdan ishlash natijasida kunlik 2,5 ming tonnadan ziyod g'allani qabul qilishga erishib, mana 50 ming tonnadan ziyod xirmon yaratdik. Bu 50 ming tonnadan ziyod xirmon degani bu shu tumanimiz xalqini dasturxonini yil davomida un mahsulotlari bilan ta'minlashiga kafolat demakdir. 45.421 tonna tovar don topshirish rejasidan mana bugungi kunda 48 ming tonna don qabul qilishga erishildi. Shundan 2 ming tonnadan ziyod tovar donni fermer xo'jaliklari o'z ixtiyori bilan don korxonasiga vaqtinchalik saqlash va birja savdolari orqali sotish uchun don korxonasiga topshirdi. Undan tashqari 2935 tonna sara urug'lik yetkazib berish shartnomasi tuzilgan. Shundan 2935 tonnadan ziyod sara urug'lik uchun don qabul qilindi don korxonalariga. Bugungi kunda dalalarda g'alla o'rimi davom etmoqda. Zafar muborak, pastdarg'omlik g'allakorlar!